Dilbar, qizim. Haliyam o'tiribsizmi? Onajon. Telefoningizni qo'yib, bunday kiyimlaringizni almashtirmaysizmi? Hozir onajon almashtiraman. Qizim, shu telefonni kamroq ushlang. Uni o'rniga darslaringizni qilib oling. Keyin chiqib ostingizga qarashing. Shunda ham aytmasam ham hamma ishni ostingiz qilyapti. Ha, endi qilgisi kelgandan keyin qiladi-da onajon. Shunga ulardan qahramon yasamang. Gap qaytaryapsizmi? Onajon, endi doim menga osinimni maqtaverasiz-da. O'shanga aytgandim. Qizim, Osiningiz sizga o'xshab ko'cha kiyimida telefonni ushlab uyga kirib o'tirolmaydi. Darrov kelib kechgisi ham